makkajo'xori ideal holatda. Makkajo'xorini poyasi ham hali don pishishga kelgan bo'lsa ham yashil holatda turibdi. Hurmatli fermerlar, chorvadorlar, dehqonlar, makkajo'xori yetishtirishga qiziqqan fermerlarimiz 2025-yil 19-avgust sanasida mana makkajo'xori urug'i bergan fermerimizni dala maydonidamiz. Mana ko'rishlaring mumkin, bu dalani chekkasidan olingan holat emas. Makkajo'xori ideal holatda. Makkajo'xorini poyasi ham hali don pishishga kelgan bo'lsa ham yashil holatda turibdi. Operatorimizdan mana iltimos qilamiz. Mana shu makkajo'xorini bugungi kundagi ana holati. Yana ham ichkariroqqa kirishni xohlasalaring, mana dumbuldi hammasi mana shunaqangi ideal holatda. Kimga mana shunaqangi sifatli, ishonchli urug'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni tanigan dehqonlar, fermerlar mavjud. Respublika bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Bugungi kunda turli xil yo'nalishdagi bahorgi don yo'nalishida, bahorgi silus yo'nalishida, bug'doydan keyingi silus yo'nalishida, bug'doydan keyingi takroriga don yo'nalishida va don va silus ikkita qo'sh yo'nalishdagi urug'larimiz mavjud. Mana shunaqangi yuqori hosildorlikka ega bo'lgan urug'larimizni bemalol yetkazib beramiz. Respublika bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Bir vaqt o'zida urug'dan tashqari kimyoviy preparatlar, gerbisidlari, qurtlarga ishlovlari, ozuqalari va yetishtirish bo'yicha agrotexnik tadbirlarni ham ilmimiz, bilimimiz yetgancha berib, maslahat berib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.